Bugun birinchi darsimiz ayollar organizmining anatomiyasi. Bu nima degani? Ayol kishi faqat matkadan iborat emas. Uni butun organ sistemalari, 12 ta organ sistema kompleks ravishda birgalikda ishlaydi. Lekin ayollikni belgilovchi reproduktiv sistema esa ayollarda voyaga yetish davri boshlanishi bilan ishga tushishi boshlaydi. Tug'ma uxlab yotgan tuxumdonlar sekin-sekin ishlashni boshlaydi va qiz bolada 9-10 yoshlardan boshlab ikkilamchi jinsiy belgilar chiqadi. Bu nima degani? Ko'kraklar, tuklar hosil bo'lish boshlaydi va 1-2 yildan keyin hayz boshlanadi. Bu normada. Hayz ham 1 oyda bir yoki 3 oyda bir, 4 oyda bir bo'lib kechib 2 yil ichida normaga tushadi, ya'ni regularniy har oyda bo'ladigan darajaga kelishi. Bu уже produktiv davrning normalniy kechayotganini bildiradi. Bu qachongacha davom etishi mumkin? O'rtacha 45-50 yoshgacha. Aynan 50 yoshdan keyin ayolda demak hayz to'xtashi boshlaydi. Bunda ham 2 oyda bir, 6 oyda bir, 1 yilda bir qilib shu bilan to'xtab ketadi. Menopauza davri 2 yil davom etadi. To'liq to'xtab bo'lgandan keyin esa bu postmenopauza, ya'ni ayolni umuman hayzsiz davri bo'ladi. Endi bachadon o'zi nima vazifani bajaradi? Asosiy vazifasi hayz qonini kelishi va ayollarning ko'payish organi bolani ushlab tug'ilishiga sababchi bo'ladigan yagona organ hisoblanadi. Keyingi darsimizda hayz sikli haqida gapirib beraman. Kanalimga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Marafon haqida tanish ayol qizlarga yuborib qo'ying. Ular ham o'zining organizmi bilan tanishib, o'zidagi jarayonlardan xabardor bo'lib olishadi.